Hontai Seed Industry Technology kompaniyasi Senluzong 73 navini taqdim etadi. Ushbu nav glifosatga va zararkunandalarga chidamli bo'lib, turli iqlim va tuproq sharoitlarida barqaror hosil berishi bilan ajralib turadi. O'sish davri 122-123 kun. Barglari to'q yashil rangda, o'rtacha kattalikda. O'simlik tuzilishi ixcham va muvozanatli. Meva shoxlari yuqoriga qarab rivojlanadi. Bu esa quyosh nuri tushishi va havo almashinuvini yaxshilab, hosil shakllanishiga qulay sharoit yaratadi. Ko'saklari yirik, yumaloq va oval shaklda bo'lib, bir donasining vazni 7,8 gramm. Har bir ko'sak bo'lagida 8-10 ta urug' hosil bo'ladi. Paxta tolasining ulushi 41,8% ni tashkil etib, bu xomashyoni qayta ishlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Tola uzunligi 35,5 mm bo'lib, sifat ko'rsatkichlari yuqori baholanadi. Nav turli kasalliklarga chidamli, ildiz tizimi mustahkam. Mashina terimiga ham qulay bo'lgan ushbu navdan to'g'ri agrotexnika sharoitida yuqori hosil olish mumkin. Senluzong 73 bu barqaror hosil, yuqori sifat va fermerlar uchun ishonchli tanlov.